Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Qumloq mahallasidamiz. Ko'rib turganingizdek, Palekdan chiqib kelish bir 500 metr chiqib kelgandan keyin o'ng qo'lda hovlimiz. Anchagina keng, old tarafi ham 2 qavatdan iborat. Ikkita darvozasi mavjud. Birinchisi asosiy darvoza, egalari nomeri 2 qavatdan iborat. Ichlarni ko'rsatib o'tamiz. Asosiy darvozamiz bu egalar nomeri. Darvoza xonamiz ham juda ham keng. Bu yerda mehmonxonamiz bor 10 metrlik. Anchadan beri hech kim yashamayapti. Shuning uchun remontlari o'rtacha holatda. Bu yerda kirganimizda to'g'rida mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamiz ham yaxshi holatda. Bu yerda esa 3 ta xonamiz bor. Birinchi xonamiz. Bu yerda gaz o'tgan, gazdan muammosi yo'q. Ikkinchi xonamiz. Uchinchi xonamiz. Buni ikkinchi qavatida ham xonalari bor. 5 ta xona bo'lsa, tepasida ham 5 ta xonasi bor. Ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi qavatga chiqadigan lestnitsa qilinadi. Ikkinchi qavatda ham 5 ta xonasi bor. Общий 10 ta xonadan iborat. Yerimiz общий 30 sotiqdan iborat bo'lib, 2 etajli. Bu yerda ikkita molxona bor. Sanuzel, banyasi va oshxonasi ham 2 qavatli qilingan. Hozir ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda molxona, hojatxona va sanuzeli. Anchadan beri hech kim yashamayapti. Gaz liniyasi o'tgan. Sanuzel keyingi xonadan ko'ramiz. Bu yerda tandir ayvonimiz. Tandiri bor. Oshxona ham 2 qavatli qilingan. Podvali ham bor. Tepasini ham ko'rsataman. Bu yerda bitta 2 ta xona bor. Yana bitta qo'shimcha xonalarimiz bor. Hovlimizga qo'shimcha tarzda yana bitta darvozasi bor. Общий 30 sotiq. Bu yerda KAMAZ uchun yama bor. Ular akamiz shu katta mashina bilan shug'ullanishgan. Yerda ko'rishingiz mumkin. Narxi keladigan bo'lsak, $75,000 deyapti. Bizda obunachilar kelishtirib berishadi. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi.